Hozirgi kunda 15-20 ta odam ishli bo'ldi. Shu masalan xalq like bosdi, kommentariy yozdi, shu bolani podeshka qilish kerak dedi, yana boshqa narsalar dedi. Oxiri rezultat 15-20 ta odam ishli bo'lib qoldi. Endi biz ham qanchadir o'sha qaysidir hammaga barobar ehson qila olmasligimiz mumkin, lekin qaysidir odamlar telefonga tushib qoladigan bo'lsa, mana shunaqa aksiyamizda ishtirok etib qoladi. Shu mahsulotni endi xudo xolasa imkon qilib o'zim qo'lim bilan olib borib bermoqchiman. Qayerda bo'lsa ham, masalan o'sha qayerda bo'lsa ham deganda, ya'ni Amerikadan telefon qilavermaydi. Nimada? O'zbekiston hududida. O'zbekiston hududida, balki Andijondadir, balki Qoraqalpog'istondadir. Shu o'yin bo'ladi, ya'ni o'sha o'yin, ya'ni aksiya bo'ladi. Sizlarga e'lon qilamiz. Kim yutib olsa, o'sha odamni uyiga o'zim imkon qadar olib borib beraman. Uni ham o'zimiz xudo xolasa kanalimizda ko'rsatib boramiz. Shuning uchun YouTube kanalimizdan yiroqlashmanglar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qadrdonlar, xudo xolasa mana bunaqa pechkalarimiz, drabilkalarimiz va qishda kunida ishlatiladigan har xil garelkalarimiz haqida sizlarga informatsiya berishga harakat qilamiz. Mabodo informatsiya olib, bizdan narsa sotib olmagan taqdirlaringizda ham sizlar so'rashliklaring uchun sizlardan ma'lumot bo'ladi. O'zlaring masalan birorta odam bironsa haqida ma'lumot, informatsiyasi bo'lmasa, shunchaki sotib oladi xolos. Lekin ma'lumoti bo'lsa, qanaqadir savollar berib, o'sha olayotgan mahsulotini, sifatini tekshirib olish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun qadrdonlar, videoni o'tkazmasdan ma'lumotlar to'liq olinglar. Sizlarga bitta narxlarni ham keyin aytib beraveraman. Istasalaringiz xarid qilasizlar, istamasalaringiz yo'q. Keyin yana bir narsa, muhim narsa bor. Video davomida o'tkazmay ko'rsalaringiz, biz 15, 16, 17 kunlari aksiya qilyapmiz. Chislasi dekabr deylik. Bu videoni 1 oy yoki 2 oydan keyin ko'radigan odamlar uchun tushunarsiz bo'lib qolar ekan. 15 dekabr, 16 dekabr, 17 dekabr kunlari 2025-yilda aksiya qilamiz. Soat 6 dan 8 gacha pryomoy efir qilamiz. Pryomoy efir vaqtida drabilka sotib oladigan odamlar uchun men aytgan raqamda, efir vaqtida aytgan raqamga telefon qilsa 400 ming so'mdan aksiya qilib beramiz. Garelkalarimizdan 200 ming so'mdan chegirma qilib beramiz. O'zining narxidan 200 ming so'm tushib beradi. Pechkalarimizdan ham 200 ming so'mdan tushirib beramiz. Xo'p, o'ynaladigan narsa 4 ta drabilka, 4 ta garelka, 4 ta pechka bo'ladi. Shuning uchun qadrdonlar, sizlardan so'rayman, bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz faol bo'lib turinglar. Qanchadir sizlarga priz bo'ladi. Xo'p, endi videolarimizni sizlarga tushuntirib borishga harakat qilaveramiz. Qadrdonlar, mana bu granula yoqadigan, ya'ni apilkani preslangani, bu haligi dondik granulasi emas. Mana xuddi o'sha granula singari-yu, lekin bu apilkadan preslangan. Yoqilg'isi shu bo'lgan turetskiy pechka. Bu pechkamiz hech qanaqa nasos, tokli variantda ishlamaydi. Mana shu tomondan setkasi bor, tevadan granula tushadi, bu yerda yonaveradi. Mana bu kul idishi, bunisi o'sha havoni ligrovka qiladigan yeri bor. Xo'p, agar mana bu yerda ochib qo'yadigan bo'lsak, alanga rasxod kamayadi. Mana bu yerdan havo so'raganligi uchun. Agar mana bu yerda bekitib qo'yadigan bo'lsak, hamma havoni bu tomondan so'raydi. Mana bu yerda tushunarli bo'lish uchun granula turgan bo'lsa, bu tomondan havo purkalganligi uchun alanga ko'tariladi, rasxod ko'payadi. Shuning uchun mana bu yerda maxsus teshik qilingan. Xo'p, mana bu yerda havoni to'liq bekitib qo'yadigan bo'lsak, yonishi yana ham pastlaydi. Buni bekitib qo'yadigan bo'lsak ko'tariladi, buni ham ochib qo'yadigan bo'lsak, yana ham ekonom variantda yonadi. Deylik, bu 50-60 kvadratlik katta zallarda isitadigan pechka. Endi kichikroq joy bo'ladigan bo'lsa, siz albatta buni ligrovka qilish imkoniyati paydo bo'ladi sizga. Xo'p, bu pechkamizning narxi 2 300 ming so'm, ustaxonamizdagi narx. Xo'p, yana sizlarga mana bu narsa ekonom pechkamiz 850 ming so'mdan shunday bo'yalgan holatda bo'ladi. Bu odamlar uchun yangilik bo'lmay qoldi, chunki hamma yodlab oldi, balki har ikkita odamni birida xo'jalikda bo'lishi ham mumkin. Shu pechkamizning narxi 850 ming so'm. Xo'p, endi hozirgi ichki bozorimizda yo'q bo'lgan pechkalardan yasagan pechkalarimizdan mana shu pechkani loyihasi qiziq. Masalan, ko'rgan odam uchun oddiy pechka, lekin buni tuzilishi biroz boshqacharoq bo'lgan oddiy pechkadan ko'ra. Mana bu yerda o'sha odatiy kul tushadigan idishi, qopqog'i ham o'sha bekitib turadigan qopqog'i ham birga.
Mana shu ekonom pechkani deylik eshigi. Mana bu yerga o'sha mahsulot solib yoqaverasiz. Mana bu yerda listlar qilingan. Maqsad buni alangani ichkarida aylanib chiqib ketishini hisobga qilingan. Bu pechka ekonom pechka 14 kilo rasxod qilsa, bu pechka 5 kilodan 10 kilogacha rasxod qiladi. Ko'mir rasxodi. Bunga masalan yonuvchi ko'mirlar, masalan qozoq ko'mirlar, mana yonuvchi bo'lgan ko'mirlarni ishlatadigan bo'lsangiz, juda ular gras ko'tarib yoradi. Masalan biz 3 ga 4 xonaga yoqib turib, qozoq ko'mir ishlatgandik, fortichka derazalar ochib o'tiribmiz. Endi o'sha nima edi, quvvati kaloriyasi past bo'lgan ko'mirlarni yoqadigan bo'lsangiz ham normal isitaveradi. Sababi energiyani yaxshi saqlaganligi uchun. Sizlarga yana bir narsani funksiyasini aytib o'tishim kerak. Mana shu pechkamiz 2 lista bo'lgan lista. Mana bu yerdan havo beradigan bo'lsak, alangasi ko'tariladi. Alanga kuchayadi, yaxshi yonadi. Endi bu yerda o't aylangan chiqib ketadi oxiri. Deylik, mana bu yerini, mana bu yerda og'zi bor. Bu yerda shu maxsus ichidagi mana shu kullar, boshqa uchib chiqqan tozalash uchun qo'yilgan. Agar bu yerni ochib qo'yadigan bo'lsak, deylik shuncha ochib qo'ydik. Mana ta'minga bekitib qo'ydik. Mana bu yerda ochib qo'ydik. Ochib qo'yadigan bo'lsak, pastdan havoni so'rib, hali aytib o'tganimdek, mana alang o'tinmi, ko'mirmi nima bo'lgan taqdirda ham ba'zan havo fudaydigan bo'lsa, bu alangalashtirish ko'proq bo'ladi. Deylik, biz mana bu yerdan teshik ochib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerdan ham havo so'raganligi uchun, pastdan to'liq havoni so'ramaganligi uchun alanga pastroq yonadi. Buni ochib qo'ygan taqdiringizdan bu yerdan tutun tashqari chiqib ketmaydi. Sababi mana bu yerda kannaga havo yuradi. Mana qo'shimcha havo bo'lganligi uchun alanga ichkarida qoladi. Bu energiyangizni pastlatish uchun, qanchadir kamroq rasxod qilish uchun. Xullas, mana shu yangi loyihadagi pechkamiz. Bu pechkamizning narxi 900 ming so'm. Tavsiya qilaman, o'zimiz rosa ishlatyapmiz. Mabodo ishlatgan odamdan ham bitta iltimos qilamiz. Kim sotib olgan taqdirda ham bitta bizga video ishlab beradi. Yoqadi, uyida ishlatadi, boshqa qiladi. Effektini ko'rgandan keyin effekti yo bo'lgan, yo bo'lmagan aytaveradi. Xullas, meni o'zim ishonchim komil, 99% u odam maqtaydi. Chunki buni o'zimiz ishlatib, boshqa qilib ko'rganligimiz uchun. Xo'p, qadrdonlar, bu yerda pechkalar ko'p, orqa tomonda. Endi bittadan turini ko'rsataveramiz. Xo'p, garelkamiz. Endi navbat bilan ketaveramiz. Garelkalarimiz mana shu holatdagi garelkamiz. Buni ustida ancha ishlaganmiz. Xullas 2 xil nasosda yonadi. Atrobotka rasxodi 1 litrdan, deylik, yarim litrdan 3 litrgacha rasxod qiladi. Aytganim, yarim litr deganim, bunga masalan pastroq alanga xohlaydigan bo'lsangiz, deylik shuncha alanga xohlaydigan bo'lsangiz, yarim litr rasxod bilan yonaveradi. Endi alanga ko'tarilgan sari buni rasxodi ko'payib boradi. Mana shu yerdan tushgan atrobotkani, o'sha atrobotka ketadi, pastdan havo ketadi. Atrobotkaga biz qo'shimcha bachoy qo'shib beramiz. Mana bu yerdan tomib turadi kranida. Agar siz bir yerda birorta o'choqda ishlatadigan bo'lsangiz, bachoydan foydalanishni tavsiya qilmaymiz. Birorta devorga bir bochkani qotirib turib, o'sha krani qatirib olsangiz, o'shandan ochib shlanka yordamida olib kelib olib yoqsangiz ham bo'laveradi. Buni yaxshi yutuq tomoni osh-ovqat pishiradigan odamlarga ham bemalol ishlatsa bo'laveradi. Masalan, chorvadorlar atalab pishirgan ishlatsa bo'ladi. Osh-ovqat pishirgani umuman gazda o'rnida foydalanish imkoniyati bor. Sababi, agar biz atrobotkani havo pudamasdan yoqadigan bo'lsak, qora tutun chiqadi, xuddi charm yoqqan singari. Lekin bunga havo pudaganligi uchun gaz singari tiniq holatda yonadi. Shu yutuq tomonlari bor. Hozirgi kunda hamma yerda ham gaz bor emas, yo qaysidir teplitsalarda ekologiya buzilganligi uchun kotyollarni, ko'miryoqdan kotyollarni to'xtatib qo'ygan variantlar ham bor. Shunaqa odamlarga tavsiya qilamiz. Bunda unaqangi tutun chiqib, ekologiya ishtarab qiladigan ahvol bo'lmaydi. Mana shu variantimiz sizni ko'zingiz oldiga kelish uchun 200-250 talik qozonni alanga bilan to'ldiradi tagini. Endi siz katyolga tiqarsiz, boshqa narsaga yoqarsiz, endi ag'ini o'z hisobini qilib olaverasiz. Lekin sizga tavsiya qilaman, 100 litrdan oshiq bo'lgan mahsulot qaynatib pishiradigan bo'lsangiz, yo bo'lmasa 50 litrdan oshiq bo'lsa ham, mana shunday garelkadan foydalansangiz, yutuq tomoni ligirovkalar qilib qo'yganingizdan keyin boshqa ishingizni qilib yuraverasiz, gaz singari yonib turaveradi. Agar mana unday hoka garelkamiz ham bor, bu ham o'zimizning mahsulot. Bunga o'sha 3 minut, 5 minutda bir kuradan ko'mir yo tappi yo o'tin boshqa narsa tashab turish kerak bo'ladi bunga.
Buni yutuq tomoni shu ligirovkani qilib qo'yasiz, yonib yotaveradi. Yana buni narxini aytib o'tadigan bo'lsak, mana bundek motorlarga bog'liq buni narxi o'zgaradi. Plastmassa motor bilan oladigan bo'lsangiz, buni narxi 800 ming so'm. Mana shunday plastmassa motor bilan birga, buni havosi ikkita skorli bo'ladi. O'sha ikkita skorda birinchi skori ham bu apparatimiz uchun, moslamamiz uchun ko'plik qiladi. Shuning uchun birinchi skorda ishlatasiz, sizga moslama tayyorlab beramiz. Shu moslama yordamida havosini ko'paytirib, kamaytirish imkoniyati bo'ladi. Bu plastmassa korpuslikda. Deylik, mana bu nasosimiz o'zimizning ustalar samodelka terib bergan nasos. Mana bu pilisos motorga miya terib berilgan. Bu miyasi 10 ta skordan iborat. 10 ta skor, ya'ni o'sha 100% ishlaydiganni 10, 20, 30 qilib, o'sha foizlarda ishlaydigan qilib beradi. Havo haydash miqdori ham kamayib, ko'payib boradi. Va bu bilan qo'shimcha holatda sotiladigan bo'lsa, buni narxi 1 million 100 ming so'm. Chunki motorda o'zi bizga qimmatga tushadi. Shuning uchun motori alyumin bo'lsa 1 million 100, plastmassa bo'lsa 800 ming so'm. Xo'p, qadrdonlar, endi bir yo'li xokani ham aytib o'tib ketaveraman. Xoka garelkamiz agar mana bunday motor bilan bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'm, mana bunday motor bilan bo'ladigan bo'lsa 1 million so'm. Bu o'sha tappi, tezak, ko'mir, yana o'tin, istagan narsangizni solib yoqaverasiz. Mana bu yerdan havo fudaganligi uchun havo bo'linib kataylardan chiqadi. Chiqqan havoda yonaveradi. Sizlarga yana bitta tavsiya, mana bu narsani biroz injiqliklari bor, endi tushunadigan odam qilsa ham bo'laveradi, qilaversin. Aksincha bizni sotganimizdan ko'ra o'sha odam yasagani bizni foydamiz. Chunki xalq rivojlangan sari bizga foyda bo'lib boradi bu. Sizlarga mana bu narsani ham tavsiya qilaman. Mabodo buni yasalmaydigan odam uchun orqasiga bittaliz, oldiga bittaliz qilib, mana shunday teshiklar ochiladigan bo'lsa, mana shunga birorta bozordanmi, qayerdan bo'lsa ham nasos olib qo'yib oladigan bo'lsangiz, sizga qanchadir arzonga tushadi. Mana shu garelka. Xo'p, qadrdonlar, buni narxini aytib o'tdim. 700 ming so'm plastmassa motor bilan, alyumin motor bilan 1 million so'm. Xo'p, mana bunday kichkina garelkalarimiz bor. Ko'pchilik so'ragani, kotolga tiqardim, yana boshqa narsa qilardim. 10 ta, 15 talik, 20 talik qozonga ham garelkalar bormi deydigan odamlar uchun mana shuni tavsiya qilaman. Bu garelkamiz soatiga 300 grammdan 1 litrgacha yoqadi soatiga. Endi o'z hisobini qilib olaverasiz. Endi buni havosini ko'paytirib kamaytirishingizga yog'ini ko'paytirib kamaytirishingizga bog'liq qilayotgan rasxodingiz. 10 talik, 20 talik qozonlarga shuni tavsiya qilaman. Agar kator yoqmoqchi bo'lgan odamlar uchun mana bu garelkamiz bo'yi 11 sm. 11 sm atrobotkasi bemalol bo'lsa yoqsa bo'laveradi. Endi hisobni qilinglarki, atrobotkani soatiga 1 litrdan yoqib ishlatadigan bo'lsangiz, bir kunda 24 litr atrobotka yoqib qo'yasizlar. Buni bizi hududlarda 5000 4000 so'm bo'lyapti. 5000 dan hisoblaganingizda 120 ming so'mga, 4000 dan hisoblasak, o'sha pulga 100 ming so'mga yaqin pulga tushasiz. Endi rasxodiga qarab olaverasiz. Agar atrobotka o'zida VIP bo'ladigan bo'lsa, mana shuni kotolga tavsiya qilamiz. Endi xarajatiga qarab turib sotib olinglar demoqchiman. Buni narxi 500 ming so'm. Akkumulyatorga ishlaydi. Akkumulyatordan tashqari mana unda o'sha bir paytlar kriminal ishlarga ishlagan gaz so'rg'ichni motorni qo'yib qo'yganmiz, havo fudaydi, lekin gaz so'ramaydi. Bizda gaz yo'q u uchun. Mana shu bilan komplekt beramiz. 500 ming so'm buni narxi. Xo'p, qadrdonlar, sekin bu tomonga yuraveramiz. Yana bitta sizlarga informatsiya, mana bu nasosidan ko'p ekan deyishlaringiz mumkin. Videoni ko'rib, haqiqatda ko'p. Faqat bu nasos har xil kriminal ishlarga foydalanishayotgani uchun buni alohida sotilmaydi. Ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Bu mana shu garelkamizning sherigi, nasatkasi. Mana shu garelka bilan qo'shib sotiladi. Bu alohida sotilmaydi motori. Xo'p. Qadrdonlar, sekin bu tomonga yuraveramiz. Endi haligi chorvadorlar uchun drabilkar haqida informatsiya beramizda. Mana bu o'sha drabilkada mahsulot chiqarganimizda qanchadir chang to'zon bo'lishini oldini olish uchun ishlandi. Birinchi taxta yashik qilib chiqdik. Taxta yashigimizni egardan to'qima qimmat bo'lib ketib qoldi. Qayerdir jo'natishdi o'zi emas ekan, gabarit katta. Buni biz sochilib teradigan qildik. O'sha plastmassalardan rama qildik. Ramani ustiga mato qopladik. Maqsad bu matoni tutib turish, mana bu yerdagi drabilka tiqib qo'ygandan keyin
buni changini o'zida ushlab qolib, qanchadir havoni materialdan chiqarib turadi. Buni o'rniga plyonka qilib qo'yish ham mumkin edi, lekin plyonkani tavsiya qilmayman. Mana shunday material bo'lsa ham tutib olish kerak. Agar o'zingizda imkoniyat bo'lsa, mana shunday qilib o'zingiz yasab oling. Agar mabodo yo'q, bizga tayyorini beravering desa, biz 3-4 so'm pulga sotaveramiz. Buni narxi 300 ming so'm. Mana shunday sochiladi polni, 4 metr zamoyi bor. Polni sochilib terilaveradi bu. Bitta ochib ham ko'rsatib beraveray. Mendan nima ketdi, to'g'rimi? Xo'p. Mana bu holatda bu polni sochiladi. Mana. Polni ochiladi bu. Endi mana shu holatda ochib qo'yamiz. Xo'p, qadrdonlar, endi mana bu setkani olaman qo'limga, mana bu pichoqni ham olib turib, mana bu tomonni ham sekin tushuntiraveramiz. Xo'p, endi mana shu drabilka uchun mana bu chang to'sqichni ko'rsatdim. Endi bu drabilkalarimiz. Mabodo drabilka tanlamoqchi bo'ladigan odamlar uchun doimgidek ma'lumot aytib o'tib ketaman. Odatda molxonamiz yo chorvamiz uyimizdan ko'ra ancha 30-40 metr, 50 metr uzoqlikda bo'ladi. Shunaqa holatdagi odamlar drabilka olmoqchi bo'lsa, hali ingichka kabelda to'kni, polni uyni montajidan keyin to'k totib oladigan bo'lsa, o'sha molxonasida to'k past bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu odamlarga tavsiya, o'sha yo'g'on alyumin simdan, o'sha alyumin bo'lgan simda endi to'k simidan travesdan to'g'ri molxonaga qarab totib olinglar. O'sha yerga rozet yo'qib qo'yinglar, faqat shu drabilka uchun. O'shanda o'sha travesda bor to'k quvvati o'sha yerda ham bo'ladi. Endi haligi cheres o'tgan to'kni olib boradigan bo'lsangiz, travesda masalan 220 bo'lgani bilan u molxonaga borguncha 150 ga tushib qolishi mumkin. Deylik 150, 160 to'ki bor odamlar uchun drabilka olishni tavsiya qilmayman. Agar yo'q, drabilka olmasam bo'lmaydi deydigan bo'lsa, umuman bizdami kimdan bo'lsa ham qizig'i yo'q. Olmasam bo'lmaydi deydigan bo'lsa, stabilizator olishni tavsiya qilaman. Stabilizatorni o'sha 10 kilovatligidan oladigan bo'lsa, o'rnatadigan bo'lsa, uyda boshqa texnikalar uchun ham foydasi bor. Sababi u tokda ligrovka qilib beradi, drabilkalarda ham bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, endi bu drabilka olmoqchi bo'lgan odamlar uchun informatsiya. Keyingi informatsiya drabilka tanlashga e'tibor beradigan informatsiya. Hisob qilaylik, drabilka olmoqchisiz. Tasavvur qilaylik. Drabilkamiz 3000 оборотda aylanadi. Aylanishi bu motorimiz o'zi asli 380 tokda ishlaydi. 3 ta simda tok kelgan tokda ishlaydi. Lekin ikkita yelkasiga kondensator qo'yib turib, buni 220, ya'ni bitta simda keladigan tokka moslab qo'yilyapti. O'sha kondensator yordamida. Bu degani 383 ta tok keladigan joyga bitta tok bilan ishlayapti. Nima edi? Yarimjon bo'lyapti motorimiz. Endi quvvati pastlayapti. 3 faza endi boshqa narsa. Endi drabilka olishdan oldin video ko'rasizda, videoda haligi katta prsta oladi-da, prsta olib turishni butuncha tashlab yuboradi, varra chiqarib yuboradi. Uni ko'rgan odam haqiqatda qoyil qoladi. Lekin uni tagidagi motorga ahamiyat beringlar. Mana unday motorni qo'yib, masalan 18-22 kilovatli motorni qo'yib turib, qo'yib bersak, mabodo bizmi, boshqa odammi, bu odam qo'yib bergan taqdirda drabilka haqiqatda bitta prsta butunicha chiqarib yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin uning uchun siz uyingizga 3 faza tok totib olgan bo'lishingiz kerak. Endi yana qaytamiz. Uyingizda rozetka tok bor. Rozetka toki bor, drabilka olmoqchisiz. Sizda 3 faza tok tushirilgan emas. Chunki 3 faza tok tushirishda ham hozirgi kunda o'sha 5-6 millionga tushadi sizga. Kamida. Endi rozetka tokingiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu drabilkalardan olasiz. Olganingizdan keyin bu narsaga me'yorda tok berishingiz kerak. Endi deylik, alyumin motorli variantni oladigan bo'lsangiz, 180 dan past bo'lmagan tok bo'lish kerak sizda. Yoki mis variantda bo'ladigan bo'lsa, 200 dan past bo'lmagan tok bo'lish kerak. Endi sizga aytamanki, mana bu 200 bu chegara yoki 180 bu chegara. Undan pastiga mumkin emas, tepasiga mumkin. Deylik, sizda 220-230 tok bor. Alyumin ishlating, hali mis ishlating. Haligi quvvati to'lib, hali zo'r ishlaydi. Past tokda hali och eshakka yuk yuklagandek bo'lib, xullas ustiga o'zi qonni och, eshak oyoq qaltirab turibdi, uni ustiga to'rqop bug'doyni yuklab qo'ysangiz, eshakning ahvolini ko'ravering. Xullas shunga o'xshagan narsa. Endi bunday qo'polroq tushuntirganda. Endi bu narsa 3000 оборотda ishlayapti ham deylik, sizda o'sha tok ham bo'ldi, 200 tok bor, alyumin variantida. Yo'qsa 220 tok bor, ishlatyapsiz. Endi bunga qanday holatda ishlatasiz? Deylik, hashay solasiz, don solasiz, sotali makka solasiz, g'o'zapoya solasiz, yantoq, yer yong'oq yoki mosh solarsiz. Xullas, o'sha chorvangiz uchun qanaqa mahsulot bo'lsa maydalab berishni xohlaysiz. Endi bu narsani solganingizda bu 3000 оборотdagi narsa aylanyapti. Tasavvur qilamiz, ichiga poya solyapsiz, yo somon, yo boshqa don solyapsiz.
Solganingizda mana bu pichoqlarga nagruzka urilganda nagruzka kelib, buni oboroti pastlaydi. Deylik 2,5 mingga tushadi. 2 mingga tushadi, balki 1,5 mingga tushishi ham mumkin. Endi mana bu narsaga nagruzka berishingizga bog'liq. Endi agar siz motorni eshitib ishlaydigan bo'lsangiz, motorni yaxshi ehtiyot qilib saqlaysiz, lekin nagruzkani bergansiz bu oborot pastlaydi, bu o'zini qayta 3000 oborotga chiqib olish uchun harakat qiladi. Endi o'sha holatlarda tushuntirib beraman-da, mana bu mahalliyli variant degani meni o'zim hisobim bo'yicha og'ir metal, deylik o'sha mashinadan chiqqan mahaviy metal, mana shu listda o'rnida bo'ladi, og'ir qalin temir bo'ladi. Bu narsani qo'yadigan bo'lsa 10-15 kilo ves bo'ladi bu narsada. Mana bunday qalin bo'ladi-da u. U narsani birinchi oborot olishi qiyin bo'ladi. Birinchi avtomat ko'tarishingizga oborot olish qiyin bo'ladi. Oborot olgandan keyin uni sekinlash qiyin bo'ladi. Deylik, bu narsaga ham hashay don nimadir chiqaryapsiz. Haqiqatda endi yarim minut, 1 minut kutdingiz, o'zini oborotini tiklab oldi. Tiklab olgandan keyin mahsulot chiqaryapsiz. Chiqarganingizdan keyin u holat bunda ham takror bo'ladi. Unda ham don yo boshqa mahsulotlar solganingizda o'sha 1,5 ming, 2 ming yoki 1000 oborotga tushadi. Balki tiqilib qolishi ham mumkindir. Endi ko'p mahsulot tiqib olishingizga qarab bu. O'sha pastlagan holatda bu yana o'zini qayta tiklab olishi uchun motor qiynaladi. Chunki o'zi ichkaridagi mahsulotni chiqarish uchun urinish kerak. Bu anavi o'zini qayta tiklash uchun ham urinish kerak. Metal bor undan tashqari 10 kilolik metalni yana o'sha oborotga chiqarib olgan qiynaladi. Siz tez orada atmotka qilgani motorchiga borib, motoringizni atmotka qilishga to'g'ri keladi. Pachini to'kilishlar yo bo'lmasa atmotka kuyishlari foizi ko'proq bo'ladi. Og'ir pichoq tanlaganligingiz uchun. Endi hozir biz o'zimiz o'shadan ham sizga tanlov qilib turib aytishimiz mumkin. Anu varianti ham bor. Deylik 10 kilolik pichoq variantimiz ham bor, 3 kilolik pichoq variantimiz ham bor. Lekin bizda narigi variant yo'q. Og'ir variant yo'q. Sababi siz olgan mahsulotingizni siz o'zingizga tanlovni qo'yib turib biz o'zimiz xolis bo'lib olganimiz bilan siz hech qancha muddat bo'lmasdan motoringiz kuyib boshqa qilasiz. Oxiri keyin bizga yengilroq bo'lgan pichoqni bering deb turib yana biz pichoq sotamiz. Sizga yengil pichoq sotamiz. Motorchiga ish bo'ladi, u ham 3-4 so'm pul topadi. Faqat bu yerda sizni nima edi? Bunday qo'pol qilayotganda tunayotgan bo'lamiz. O'shuning uchun qadrdonlar, mana bu pichoqni biz terib chiqqanimiz 3 kilo plus minus vesi bor. 3 kilo plus minus. Mana shu holatda teva tomoni 0,5 santimetrli listda ishlangan. Mana bu yerlar mana malatko'ylar qo'yilgan. Mana bu yerlari mana shu holatda terilgan. Sababi mana bu ikkitasi tashqariga, ikkitasi ichkariga qilingani. Qashaydir, dondir, nimadir tushgan taqdirda ham sochib beradi. Yonboshdagi pichoqlari bemalol kesib, pachaqlab sizga mahsulot chiqarib beraveradi. Mana shu holatda pichoq terilgan. Pichog'imiz ham 2 xil varianti bor. Xuddi mana shu ko'rinishda, faqat mana bu malatko'ylari 4 tadan 8 ta varianti bor, 6 tadan 12 talik varianti bor. Shunda hammasini jamlaganda 18 ta pichoqli varianti bor, 22 ta pichoqli varianti bor. Xo'p, qadrdonlar, mana shu holatda ishlaydi. Endi bu o'zini qayta tiklab olishi uchun foizi ko'proq. 10 kilo qatta, 3 kilo qatta. Xo'p, endi sizlarga yana bitta ma'lumot aytaman. Qayerda bo'lsa ham drabilka sotib oladigan bo'lsangiz, sizga mana bunday nasatkali setkalar berishadi. Deylik, mana bunday setka, mana bundaqa setka, mana bunday don uchun bo'lgan setkalarni ham berishadi. Endi bu setkalar nima uchun ishlaydi? Bu setka qo'y bob hashaylarni maydalash uchun. Mana bunisi biroz yirikroq bo'lgan hashaylarni maydalash uchun. Mana bu don maydalash uchun. Bunisi ham don, sotali makkalar maydalash uchun. Deylik, bunda yorma qilasiz, bunda kepakka yaqin ahvolda maydalab olasiz. Bug'doydir, makkadir, qizig'i yo'q, pachaqlab olaveradi. Endi bu narsani bu nasatkasining ichida bo'ladi. Bu narsadan foydalanadigan holatingiz. Agar siz quruq mahsulotlar chiqaradigan bo'lsangiz, somondir, poyadir, g'o'zapoyadir yoki yeryong'oqdir, makkadir, bug'doydir. Xullas hammasi quruq holatda bo'ladigan bo'lsa, mana shu setkalar to'liq ishlaydi. Sababi quruq mahsulotni bu pichoqlar 3000 obrotda aylanib, sindirib berib, pachaqlab berish foizi ko'proq bo'ladi. Oson bo'ladi, sindirish oson bo'ladi. Xullas quruq u. Endi agar yangi ho'l o'rilgan, deylik, daladan poya o'rib keldingiz, yangi juvar o'rib keldingiz, yo bo'lmasa, hali sut dumbullarni olib keldingiz. Sut dumbul. Endi uni bittadan chopib bergis kelmayapti. Shu drabga sovarsam bo'laveramikin deyapsiz. Tasavvur qilaylik.
Ya'ni shu holat bo'ladigan bo'lsa, bu narsaga setka qo'ymaysiz. Sababi ho'l bo'lgan poyadir yo so'tali dumbuldir. Xullas bu narsalar ho'l bo'lganligi uchun bu 3000 oborotda urganda buni suvini chiqarib yuboradi. Suvi chiqarib olgan mahsulotni mana bu setkaga qadalishi buni og'zini to'ldirib qo'yadi. Loyda singari bekilib qoladi. Shuning uchun mabodo siz shunaqa yangi o'rilgan mahsulot chiqaradigan bo'lsangiz, setka qo'ymasdan chiqaraverasiz. O'zi shunaqa maydalab yuboradi u narsani. Endi quruq bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotdan foydalanasiz. Mana setkalarni qo'yib foydalanasiz. Endi deylik, siz pohol shol o'rib kelgansiz, poholi bor. Xullas bir muddat o'tgan, buni arqon qilib yeshib, g'o'zapay baylasa ham bo'laveradigan ahvoli bor. Yo bo'lmasa, mosh presiz bordi yo mosh poyez bor edi. Siz buni tumanda qolib ketdi, o'sha ip singari bo'lib qoldi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ip singari bo'lib qoladigan holatda chiqarmaydi bas, drabilka chiqara oladi. Faqat ozgina miqdorda tashab tursangiz chiqara oladi. Sababi 3000 oborotda aylanayotgan narsaga elastik bo'lgan, xuddi ipni, matoni, latani tashab yuborgandek narsa bu pichoqqa o'ralashib qoladi. Ko'p miqdorda solsangiz, endi o'sha quruq mahsulot qana solagan bo'lsa, shuna sola olmaysiz. Shuning uchun pohol, mosh, shunga o'xshagan elastik bo'lib qoladigan, nami qilib qolgan narsalar bo'ladigan bo'lsa, oz miqdorda chiqaraverasiz. Iloji boricha drabilkadan yo quruq yoki ho'l bo'lgan mahsulot chiqarsiz bo'laveradi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Drabilkalarda ichidan suv kirib ketmaydimi degan savol. Haligi o'rtasida markazda o'q chiqqanki, keyin pichoq qatirilganda, o'qning yonidan suv kirib ketmaydimi? Suv kirib ketishi mumkin. Qachon kirib ketadi? Agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, yomg'ir yog'di, yomg'irda qolib ketdi apparat. O'shanda qanchadir suv kirishi mumkin, agar yo'nalish bo'lib qolgan bo'lsa. Keyin bu narsaga agar mahsulot chiqaryapsiz, deylik ho'l poya, ho'l makka, boshqa narsalar chiqaryapsiz, mana bu narsa aylanganda pichoq xullas aylanganda tashqariga intilish bo'ladi. Umuman qaysi mahsulotni bo'lsa ham tashqariga sochadi. Ya'ni markazdan tashqariga sochadi. U paytda haligi videolar bo'lyapti, ustiga paqirli suv ham quyib yuboryapti. O'sha suvni tashqariga yonboshga sochib yuboradi, 3000 oborotli narsa u suvni tashqariga chiqarib yuboradi. Motorga suv kirmaydi. Motorga suv kirishi uchun aytib o'tganimdek, yomg'irda qolib ketish kerak yo boshqa holat bo'lishi kerak. O'shanda keyin suv kirishi mumkin. Shu joylarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Hozir biz drabilkalarimizni o'sha qozonini, tagidagi to'siq tovog'ini mana bunday holatda ishlayapmiz. Ya'ni konus, markazdagi motor tevaroq turibdi. Suv kirgan taqdirda suv tashqi tomondan chiqib ketaveradigan ahvol. Drabilkaning o'zida funksiyasida shunaqa. Yana bir narsa, drabilka olmoqchi bo'lgan odamlarga yana bir ma'lumot. Hozir mana shu pichoqda qancha mahsulot chiqara oladi degan savol bo'lishi mumkin. Deylik, mana shu 18 ta pichoqli varianti. Alyumin atmotkali motorga qo'ydik. Haligi eng arzon variantida bu. Eng arzon variantiga qo'ydik 18 ta pichoqli. Sizga 1 soatda 100 kilo deylik, 120 demaylik, 100 kilodan 150 kilogacha donni mana bu eng mayda bo'lgan ko'zlikda kepakka yaqin ahvolda maydalab beraveradi. 1 soatda. Endi ko'proq qilib aytganda 1 minutda bitta press chiqarsin. Endi hali olayotgan odam aytadi-da, 5 tadir, 10 tadir moli bor, qo'yi bor. Bunga bir kunda qancha mahsulot drabilkaga solishigacha biladi. Endi shu odam uchun informatsiya, 1 minutda bitta press chiqarganda ham 10 minutda 10 ta press maydalaydi. Yo bo'lmasa don maydalayapti. 1 soatda kamida 2 qop, ko'pi bilan 3 qop donni maydalab olishi mumkin. Shuna qilib hisob qilib olsa bo'laveradi. Hali o'zini sharoitdan kelib chiqib. Endi molxonangizga tok totib oldik. Tokingiz yaxshi holatga chiqdi. Drabilka oladigan bo'lsangiz, mahsulot qancha chiqarishni ham bilasiz. Endi qaysi drabilkani tanlashingiz uchun ma'lumotlar berdim. Pichog'iga e'tibor berasiz, setkalariga, shunga o'xshab har xil narsaga e'tibor berish kerak. Yana bir narsani ma'lumotini aytib o'tishim kerak. Biz ham yaqinda mana shu ish boshlaganimizdan avval, ish boshlaganimizdan keyin odatda svarkada ishni boshladik. Elektrodda, ya'ni svarka qilib yurib, bildikki, mana bu narsani ichi qimmatroq bo'lsa ham yaxshiroq bo'lsin, keyin mana bu narsa ham ichi qimmatroq bo'lsa ham yaxshiroq bo'lsin, bo'lgandan keyin hozirgi kunda biz svarkadan kechib, ali polavtomat, ya'ni o'sha simlik, kemping deydi, polavtomat deydi, xullas hamma har xil ishlatadigan, o'sha kuzovchilar ishlatadigan svarka apparatidan foydalanyapmiz. Buni sifati elektroddan ko'ra farq qiladi. Xo'p, mana bu yerda yaqinlashib ko'rsatishingiz mumkin.
Mana bu narsani o'sha simli elektrodda quyilgan. Mana bu narsalar quyilgan. Mana bu yerda xuddi perixatga o'xshagani bilan buni ichki tomonida ham shu bor. Mana shu narsa ham o'zi normalniy nimani ushlaydi. Nima edi? Quvvatli narsa. Bu gazda yonadi, uglekislotadi. Sim rasxoti bor. Bu elektroddan ko'ra bizga ancha qimmatroqqa tushadi. Oddiy mana shu elektrodiga ham e'tibor berib ishlayapmiz. Imkon qadar siz bizni mabodo tanlagan taqdiringizda ham ertaga boshqa mahsulotlarimizni ham bizdan olishligingiz uchun harakat qilyapmiz. Nima edi? Faqat sizlarning manfaatingiz, o'zimizni ham manfaatimizni o'ylayapmiz. Chunki biz sifatni birinchi o'ringa qo'yib, endi oliy o'ringa qo'yadigan bo'lsak, albatta ertaga shu mahsulotni oldim, yaxshi chiqdi, anonisidan ham olay desangiz, bizni bozorimiz yuraveradi. Xuddi shuni o'ylayapmiz. Yana sizlarga yana bitta narsa, mana shu drabilkani yetalab olib ketyapmiz. Oddiy mana shu drabilkani ham palonchaka, palonchuka keling ko'tarishib oling, palon yerga siljitib olaylik degan gap bo'lishi mumkin. G'ildiray qo'yilgan, bu boshidan g'ildiray qo'yilgan, buni yutug'i. Mana shuni yetalab ketaveradi, maktab o'quvchi ayol kishilar ham bemalol yetalab ketaveradi. Endi shu narsani ham g'ildiraylari hozir rezinali g'ildiraylar qo'yapmiz. Mana shu g'ildirak plastmassali g'ildiraydan ko'ra biroz qimmatroqqa tushadi bizga. Lekin siz yetalaganingizda taqira-taqir, shaqira-shaqir bo'lmasligini oldini olyapti. Arzimagan narsa bo'lishi mumkin, lekin shu narsaga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, Xudo xolasa, ertaga bizni tanlashlarimiz foizi ko'proq bo'ladi. Shu narsa haqida bosh qatiryapmiz. Drabilkalarimizni endi sizlarga eng prostoy variantini qancha mahsulot chiqarishni aytdim. Endi 22 ta pichoqli varianti 18 talikdan farq qiladi. Chiqarish ob'yomida. 18 talik pichog'i 1 minutda qiladigan ishni 22 ta pichoqli varianti 50-45 sekundda qiladi. Endi o'zingiz vaqtingizni hisoblab olasiz. Nechta mahsulot chiqarasiz, qancha vaqt ekonom qilasiz, shuni hisobini qilib olasiz. Endi agar alyumin variant oladigan bo'lsam, u quvvatsiz, slabiy bo'lsa yo boshqacha bo'lsa deydigan fikr keladigan bo'lsa, alyumin varianti uzoq muddat ishlatadigan bo'lsangiz, nagruzkada alyumin variant tavsiya qilmaymiz. Lekin 5 ta 10 ta molingiz bo'ladigan bo'lsa, buni yarim soat, 1 soat ishlatadigan bo'lsangiz, sizga mis variant ham, alyumin variant ham qizig'i yo'q. Nabiroz sizga alyumin yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sababi alyuminda atmotkasi sizga 400 ming so'mga tushsa hozirgi kunda, mislida atmotkasi 700 ming so'mga tushadi. Baribir bu qachondir ishlatavergan, charchaganda ham siz alyumin atmotka qildirishingiz motoriska olib borib, sizga arzonroqqa tushadi. Shu tomonlama yutug'i bor. Pastroq tokka ishlashligi alyumin atmotkani. Endi bar tanlov o'zingizda. Misli varianti bo'lgani yaxshi. Endi uzoqroq nagruzkada ishlagan taqdiringizda ham motor qizib ketish foizi kamroq bo'ladi. Mis deydi-ku, xuddi shunaqa. Endi bu narsani bizga mahsuloti mis motor qimmatroq kelgan, alyumin motor arzonroq kelganiga qarab biz sizga narx aytib beraveramiz. Xo'p, qadrdonlar, mahsulotning sifat haqida informatsiya berdim. Endi narxlarni aytib ketaveraman. Albatta, bizdan keyin boshqa drabilkachilarda ham mahsulotlarni ko'rib chiqqandan keyin tanlaylar. Yana bitta tavsiya bu. Chunki mahsulotning to'liq instruksiyasini bilganingizdan keyin tanlashingiz imkoniyati oshiqroq bo'ladi, bilim borligi uchun. Xo'p, drabilkani alyumin varianti 6,5 kilovat 3,5 ming obrot yozilgan. Lekin o'sha montor akalarimizga o'sha so'rab tekshirtirganimizda 4,5-4,7 kilovat chiqdi, apparatdan moslab o'lchagan. Obroti 3000 obrot, ya'ni 2880 obrotda ishlaydi. Shuni informatsiyasini olganmiz, lekin yozuvda 6,5 kilovat 3,5 ming obrot yozilgan. Xo'p, endi bir akamiz 6 tami, bilmayman, 8 tami nechtadir oldi. U akasiga, bu ukasiga qilib hammasiga oldi. Shu akamiz informatsiyasiga qaraganda soatiga 2 kilovat rasxod qilyapman dedi. Xo'p, o'sha 18 ta pichoqli alyumin variantimizning narxi 2,5 million so'm, 2 million 500 ming so'm. Bu ustaxonamizdagi narxlar. Endi xuddi shuni 22 ta pichoqli varianti 2 million 700 ming so'm. Xo'p, endi misli variantlar. Misli variantlarda 18 ta pichoqliga 2 million 800 ming so'm, 22 ta pichoqli varianti 3 million so'm. Endi tanlov o'zingizda qolaveradi. Istasangiz 22 ta pichoqli misli variantni oling, 3 million so'm bo'ladi. Istasangiz alyumin variant 18 ta pichoqli oling, eng arzoni 2,5 million so'm bo'ladi. Tanlov o'zida qolaveradi. Bu ustaxonamizning narxlari. Hammani joyi, makoniga qarab narxlar o'zgarib borishi mumkin. Xo'p, qadrdonlar, endi haligi dekoratsiyani xohlaydigan odamlar uchun mana bunday qilib ajdahoni og'zidan olov purkagandek ko'rinib turadigan pechkalarimiz 2 million 300 ming so'm. Faqat buni muammosi granulasi Andijonda, Toshkentda, Sirdaryoda bor. Ularning raqamlarini beramiz, istaganingizda sotib olishingiz mumkin.
granula narxi 3000 so'm. Xo'p, qadrdonlar, endi mana bu mahsulotlarimiz. Bu haligi kelayotgan odamlar bu narsa bormi, bu narsa bormi degan uchun assortimentga qo'shib qo'ydik. Mana bu o'sha teri somon yutadigan yashigimiz. Xullas, somon yutasiz, butunicha press olasiz, somon yutasiz, yonboshda trubasini chiqarib olasiz, suv chiqib ketaveradi. Buni narxi 400 ming so'm. Xo'p, mana bu qo'y oxirlar. Mana shu holatda bu 250 ming so'm. Xo'p, mana bu mol oxir. Bu kattaroq. Buni narxi 350 ming so'm. Endi mana shu yaqin atrofda bo'lgan odamlar kelib olib ketsa, osongina olib boradi, chorvasiga, moliga, qo'yiga qo'yib boqsa bo'laveradi. Xo'p, qadrdonlar, sizlarga aytib o'tganimdek, aksiya bor. Endi bu videoni 1 yildan keyin ko'rishlaringiz ham mumkin, lekin hozir mana shu yaqin atrofda ko'radigan odamlar uchun 15-dekabr, 16-dekabr, 17-dekabr kunlari 2025-yil, mana shu bu yil pryamoy efir qilamiz. Soat kechki 6 dan 8 gacha. Shu paytda kim efirga kirib, kuzatib turadigan bo'lsa, men efir vaqtida raqam aytaman. Qaysidir raqamni aytaman, istalgan. Shu raqamga kim birinchi tushadigan bo'lsa, drabilka yoki garelka yoki pechkalarimizni skidka qilib arzon narxda beramiz. Skidka qancha deydigan odamlar uchun drabilkani xohlagan turidan tanlasin. 400 ming so'mdan arzoniga beramiz. Faqat efir vaqtida. Kim birinchi aytilgan raqamga tushadigan bo'lsa. Xo'p, garelkalarimizni ham tanlasin. 200 ming so'mdan uni ham skidka qilib arzonlashtirgan narxda beramiz. 4 ta u ham. Endi ekonom pechkalarimiz 850 ming so'm narxi bor, ekonom pechkani. Uni ham 200 mingdan tushirib beramiz. U odamga 650 ming so'mdan tushadi. Xullas, buni uyushtirishimizdan maqsad shu xalq, masalan, podeshka qildi, bizni ko'tardi, rivojlandik, qanchadir mahsulotlar qo'shdik, yo qanchadir odam ishli bo'ldi. Hozirgi kunda 15-20 ta odam ishli bo'ldi. Shu masalan xalq like bosdi, kommentariy yozdi, shu bolani podeshka qilish kerak dedi, yana boshqa narsalar dedi. Oxiri rezultat 15-20 ta odam ishli bo'lib qoldi. Endi biz ham qanchadir o'sha qaysidir hammaga barobar ehson qila olmasligimiz mumkin, lekin qaysidir odamlar telefonga tushib qoladigan bo'lsa, mana shunaqa aksiyamizda ishtirok etib qoladi. Shu mahsulotni endi Xudo xolasa imkon qilib o'zim qo'lim bilan olib borib bermoqchiman. Qayerda bo'lsa ham, masalan o'sha qayerda bo'lsa ham deganda yana Amerikadan telefon qilib nimada? O'zbekiston hududida. O'zbekiston hududida, balki Andijonda, balki Qoraqalpog'istondadir. Shu o'yin bo'ladi, ya'ni o'sha o'yin, ya'ni aksiya bo'ladi, sizlarga e'lon qilamiz. Kim yutib olsa, o'sha odamni uyiga o'zim imkon qadar olib borib beraman. Uni ham o'zimiz Xudo xolasa kanalimizda ko'rsatib boramiz. Shuning uchun YouTube kanalimizdan yiroqlashmanglar. Videoni o'tkazmay ko'rganingiz uchun rahmat. YouTube kanalimizda bo'ladi pryamoy efir. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlar bilan yana keyingi videolarda ko'rishguncha.